Allohning fazli va rahmati bilan Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari fiqhining navbatdagi Alloh taoloning Al-Qadir, Al-Qodir, Al-Muqtadir degan ismlarining ma'nolarini inshaalloh o'tamiz. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsa aytadiki, Alloh subhanahu va taoloning mana bu ismlarining eng ko'prog'i Al-Qadir bo'lib turib Qur'onda keladi. So'ngra Al-Qodir bo'lib keladi, so'ngra Al-Muqtadir bo'lib keladi. Alloh subhanahu va taolo aytgandek, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vallohu ala kulli shay'in qadir. Baqara surasining 284-oyatida va Alloh har bir narsaga qodirdir. Ya'ni barcha narsaga qodirdir. Va yana Alloh taolo aytgandek, innahu kana aliman qadira. Fotir surasining 44-oyatida albatta u bilguvchi va barcha narsaga qodir bo'lgan zot edi. Va yana Alloh taolo aytgandek, qul huval qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. An'am surasining 65-oyatida Alloh taolo aytadiki, ayting Alloh sizlarga o'zini azobini tevalardan yoki oyoqlarini ostidan yuborishlikka qodirdir. Va yana sizlarni firqa-firqa qilib qo'yib turib, bir-birlarini azob bilan azoblashlikka qodirdir deb ayting deyapti. Va yana Alloh aytgandek, va kanallohu ala kulli shay'in muqtadira. Kahf surasining 45-oyatida va Alloh har bir narsaga qodir bo'lgan zot edi. Alloh taoloning Al-Qodir, Al-Qodir, Al-Muqtadir degan mana bu barcha ismi hammasi Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladi. Ya'ni Alloh taoloning qudrat sifatiga balki dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo komil qudratga egaligiga dalolat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining qudrati ila barcha mavjudotlarni vujudga keltirdi. Va yana o'zining qudrati bilan mana shu koinotni tadbir qiladi. Va yana o'zining qudrati bilan Alloh subhanahu va taolo hukm yuritadi. O'zining qudrati bilan tiriltiradi va o'ldiradi. Alloh taolo o'zining qudrati bilan bandalarini yanada o'lgandan keyin qaytalatdan ularni yana yuboradi. Ya'ni tiriltiradi. Muhsinlarni, savob ish qilguvchilarni savoblariga yarasha Alloh taolo ularga jazolaydi, mukofotlaydi. Va gunoh ish qilguvchilarni gunohiga yarasha azoblaydi. Mana bu Alloh taoloning to'liq qudrat sohibi ekanligiga dalolat qiladi. Alloh taolo qudrati ila mana shu narsalarni qiladi. Alloh subhanahu va taolo qudrati bilan nimaniki xohlaydigan bo'lsa Alloh taolo unga kun, ya'ni bo'l deydi, fa yakun, bas u narsa bo'ladi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning komil qudrat sohibi ekanligiga dalolat qiladi. Adashuvchini adashtirib qo'yadi va to'g'ri yo'ldagini to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'yadi. Mu'minni mu'min qilib qo'yadi, kofirni esa kofir qilib qo'yadi. Yaxshilik qilguvchini yaxshilik qildirib qo'yadi va fujur qilguvchini, fojir bandani yomonlik qildirib qo'yadi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning komil, ya'ni barcha narsaga qodir, qudratli ekanligiga dalolat qilgan sifatdir. Endi iymonni aslidan shuki, iymonni asosidan bo'lgan narsa shuki, Alloh subhanahu va taolo barcha narsaga qodir ekanligini inson tushunmaydi, qachonki Alloh taoloning qadarini tushunmagunga davr. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo qadariga iymon keltirmagunga davr inson Allohning kuchiga, Allohning barcha narsaga qodir ekanligiga iymon keltira olmaydi odam. Chunki Alloh subhanahu va taolo aytadiki, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Albatta biz hamma narsani o'z taqdiri bilan, qadari bilan yaratdik. Va kana amrullohi qadaran maqdura. Ahzob surasining 38-oyatida va Allohning amri, ishlari esa qadar qilib o'lchangan edi, qadar qilingan edi deb Alloh taolo aytadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning qadariga iymon keltirmasdan, uni qudratiga inson iymon keltira olmaydi. Imom Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga Makkaning mushriklari qadar to'g'risida husumatlashib keladilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularga mana bu oyatlarni nozil qiladi. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Albatta mujrim, adashgan mujrimlar, jarima qilguvchilar adashuv va jahannam yo'lidadir. Yawma yushabuna fin-nari ala wujuhihim zuqu massa saqar. Ana shu kunda, qiyomat kunida ular yuzlari bilan jahannamga uloqtirilayotgan paytda ularga aytiladiki, saqor azobini totinglar. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Albatta biz hamma narsani o'z qadari bilan yaratganmiz. Hamma narsani o'zining qadari bor deb ularga aytiladi. degan oyatlarni qadar to'g'risida husumatlashgan mushriklarga mana shu oyatni Alloh taolo tushiradi.
Ya'ni kimdan kim Alloh taoloning qadariga iymon keltirmasa, uni qudratiga iymon keltira olmaydi. Imom Ahmad rahimahulloh aytadiki, al-qadaru qudratulloh. Qadar bu Alloh taoloning qudratidir. Kimdan kim qadarni inkor qiladigan bo'lsa, bu Alloh taoloning qudratini inkor qilayotgan bo'ladi. Va kimdan kim qadarga iymon keltira olmaydigan bo'lsa, Alloh taoloning qudratiga iymon keltira olmayotgan bo'ladi. Ya'ni qadarga ishonmaydigan odam Allohning qudratiga ishona olmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadiki, القدر نظام التوحيد فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. قدر bu Alloh taoloni yakkalashlik nizomidir. Ya'ni tavhidning nizomidir, qonun qoidasidir bu qadar deyapti Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Kimda kim Alloh taoloni Alloh azza va jallani yakka yagonalab turib, yakka Robbim, yakka ilohim deb turib yakkalaydigan bo'lsa va uni qadariga iymon keltiradigan bo'lsa, u uzilmas mustahkam bo'lgan arqonni ushlabdi. Va man wahadalloha va kazzaba bil qadari naqada at-tauhid. Va kimki Allohni yakkalab turib, ya'ni yakka meni Robbim, yaratuvchim, ilohim, unga sig'inaman men deb turib Allohni yakkalab turib, ammo qadarga iymon keltirmaydigan bo'lsa, qadarni yolg'onga chiqaradigan bo'lsa, uni tavhidi, Allohga bo'lgan ishonchi naqd bo'pti, ya'ni buzilibdi deb turib Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan. Ibn Jarir rahimahulloh, ya'ni buyuk mufassir, o'zining tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan keltiradiki, mana bu tafsirni Alloh taoloning oyatini keltiradi. Innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Fotir surasining 28-oyatida Alloh taolo albatta Allohdan ko'proq ulamolar qo'rqadi degan oyatni Ibn Abbos radhiyallohu anhudan tafsirini keltiradi Ibn Jarir. Aytadiki, allazina yaquluna innalloha ala kulli shay'in qadir. Allohdan ko'proq ulamolar qo'rqadi degan oyat, ulamolardan maqsad kim desa, albatta Alloh hamma narsaga qodir deydiganlar ular ulamolar deyapti. Ulamolar degani Alloh hamma narsaga qodir ekanini bilganlar Allohdan ko'proq qo'rquvchilardir deyapti Alloh deb turib tafsir qilgan ekan Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Demak, ulamo deganda, ya'ni olim deganda kim u desa, Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bilgan odam mana shu olim deyil ekan. Shuning uchun ham Alloh hamma narsaga qodir degan odam ko'proq Allohni xo'q ekanda. Alloh hamma narsaga qodir degan odam mana shu narsani doim o'ylab yurgan, his qilib yurgan, tadabbur, ta'ammul qilib, fahmlab yurgan, mana shu narsani doimo qalbida hozir va nozir qilib yurgan odam ko'proq Allohdan qo'rqadi deb turib tafsirlagan ekan. Ibn Qayyim rahimahulloh mana shuni eshitib aytar ekanki, va hada min fiqh ibn Abbas radhiyallohu anhuma va ilmihi bit-ta'wil. Mana bu Ibn Abbos radhiyallohu anhuning Qur'on to'g'risida, Qur'onning oyatlari tushunishlik borasidagi fiqhi juda ham kuchli ekanligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning ism va sifatlarini, haqiqatlarini bilishligiga dalolat qiladi deb turib Ibn Qayyim rahimahulloh aytar ekan. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsin aytadiki, va inna lil imani bi qudratillahi azza va jalla allati dalla alayha asma'uhu al-qadir, al-qadir, al-muqtadir atharan 'azima. Alloh subhanahu va taoloni al-qadir, al-qodir, al-muqtadir degan ism va sifatlarga iymon keltirishlikni buyuk bo'lgan asarlari bo'ladi. Ya'ni ta'siri bo'ladi buni. Kimda kim Alloh taoloni barcha narsaga qodir ekanligini iymon keltiradigan bo'lsa, u insonda so'zsiz uni ta'siri ko'rinadi. Kimda kim Alloh subhanahu va taoloni al-qadir yoki al-qodir, al-muqtadir, ya'ni barcha narsaga qodir ekanligini iymon keltiradigan bo'lsa, bu insonda mana shu narsa topiladiki, mana shu narsa balki kuchayib ketadiki, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan suyanish, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavakkul, Allohdan madad so'rash u insonda kuchayib ketadi. Ya'ni u inson ishongani Alloh taolo qoladi. Doimo Alloh taologa suyanib boradigan, Alloh nima ish qilsa ham Alloh taologa suyanib qoladigan, Allohdan umid qiladigan, Allohga bo'lgan ishonchi u insonda kuchayib ketadi deyapti. Mana bu eng katta samaradir. Alloh taolo hamma narsaga qodir degan narsaga iymon keltirishlik insonda mana shu narsani samaraga chiqaradi. Alloh taologa batamom iltijo qilishi kelib keladi. Har o'rinda inson Allohga iltijo qilar ekanda, shuniki biladi-da, Alloh uni Robbisi hamma narsaga qodir ekanligini bilib turib, Allohga yana iltijo qilaveradi. Ya'ni maxluqlarga suyanib qolmaydi, unisiga borib yalinavermaydi, unisiga suyanib qolavermaydi, maxluqlarga ishonib qolavermaydi. U faqatgina Allohga ishonib, Allohga iltijo qiladi. Ya'ni banda bilan Allohning o'rtasida yaqinlik paydo bo'ladi. Bu Alloh taolo hamma narsaga qodir degan narsaga iymon keltirishdan keyin hosil bo'ladigan narsa. Imom Termiziyning rivoyatida kelgan
Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytadiki, Ibn Abbos aytadiki, kuntu xalfan nabiy yawman faqala li. Mana bu mashhur hadis, ko'pchiligimiz bilamiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadiki, men bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ortidan kelayotgandim. Faqala li ya g'ulam, menga shu payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, ey bolakay, inni uallimuka kalimatin, senga men kalimalarni, bir gaplarni o'rgataman. Bir necha kalimalarni o'rgataman, gaplarni o'rgataman. Yodlab ol deganni qilib turib, Ibn Abbos radhiyallohu anhuga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sanoqli kalimalarni yodlatadi, o'rgatadi. Birinchisi ihfazillah yahfazuk. Bilginki, Allohni saqlagin, Alloh seni saqlaydi dedi. Ya'ni Allohni dinini saqla, Allohni buyruqlariga mahkam tur. Shunda Alloh taolo seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini, qaytariqlarini mahkam yodingda tutgin, unga amal qilgin. Shunda Alloh taolo seni saqlaydi. Nafsingni, o'zingni, joningni saqlab qo'yadi. Mol dunyoingni, ishlaringni Alloh taolo o'zi saqlab qo'yadi dedi, degan maqsadda aytdi. Ihfazillah tajidhu tujahak. Allohni saqlasang, Alloh senga Allohni ro'barangda topasan deyapti. Ya'ni Allohni buyruqlariga bajaradigan bo'lsang, qaytaruvlardan qaytadigan bo'lsang, hamisha Alloh taolo seni ro'barangda topasan dedi. U degani Alloh taolo seni madad berib turadi doimo. Alloh taolo seni doimo qo'llab-quvvatlab turadi. Iza sa'alta fas'alillah. Qachonki so'raydigan bo'lsang, faqatgina Allohdan so'ragin deyapti. Ya'ni unisiga borib yalinavermagin, bunisiga borib turib dardingni aytavermagin, shikoyat qilavermagin. So'raydigan bo'lsang, birinchi o'rinda Allohdan so'ragin deyapti. Biz bandalarni eng katta qiladigan xatolarimiz, biror bir narsaga muhtoj bo'lib qoladigan bo'lsak, birinchi o'tirib yaqin insonlarimizga qayrilamiz-da. Aslida bizning eng yaqinimiz bu kim bo'lishi kerak edi? Alloh bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ham Alloh taolo innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Allohdan ko'proq qo'rqadiganlar bandalarning ichida ular ulamolar dedi. Ibn Abbos buni qanday tafsirladi? Ulamo degandan maqsad alim degani biluvchi degan. Nimani bilish kerak desa, Allohni bilish kerak-da. Nimani desa, Alloh taolo hamma narsaga qodir ekanligini bilish kerak dedi. Ibn Abbos aytadiki, mana shu Allohni hamma narsaga qodir deb biladigan bandalar, ular ko'proq Allohdan qo'rqadilar dedi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbosga nima deyapti? Agarda so'raydigan bo'lsang, Allohdangina so'ra deyapti. Shuning uchun ham monelik yo'q, odamdan qo'lidan keladigan narsani so'rashlikda monelik yo'q. Misol uchun sizga pul kerak bo'ladigan bo'lsa, mayli yaqin o'rtog'ingizdan so'ravering, yaqin akaxoningizdan so'ravering. Faqatgina undan oldin odob jihatidan Alloh taolo sizga madad berishni xohlasangiz, Allohdan birinchi so'rang. Allohdan so'rab turib, keyin sababini qiling. Mana shu sababning eng kattasi birinchi Allohdan so'rashlik, so'ngra qodir bo'lganlarga yuzlanishlik bu joiz. Va lekin insonni yaqini, iymoni kuchliligiga dalolat qiladigan, ya'ni doimo mustahkamlaydigan narsalardan shuki, omillardan desa ham bo'ladi, shuki, birinchi o'rinda Allohga inson hojatini aytadi. Fa idza sa'alta fas'alillah. Qachonki so'rasang Allohdangina so'ragin dedi. Va idza ista'anta fasta'in billah. Qachonki madad so'rayman deydigan bo'lsang, madad so'ramoqchi bo'lsang, Allohdangina madad, yordam so'ragin. Senga qanaqa yordam kerak? Din yo'lidami, dunyo yo'lingdami, maishatingdami, ya'ni yashovingdami yoki ilm talabingdami, Qur'on yodlashingdami, ilm olishligingdami, Allohdan yordam so'ra. Ya'ni ilm talab qilmoqchisan, birinchi o'rinda shikoyat qilasan, sharoitim yo'qligidan, vaqtim yo'qligidan, ishlarim ko'pligidan. Mana shunaqa shikoyatingni Allohga doston qilgin. Allohdan madad so'ra, Allohdan yordam so'rab tur, mana shu ishni qilur, Alloh taolo yordam beradi. Qachonki yordam so'raydigan bo'lsang, madad so'raydigan bo'lsang, Allohdangina so'ragin. Va alam, bilginki, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allohu lak. Bilginki, garchi ummat, ya'ni butun dunyo senga bir foyda keltirmoqchi bo'lib turib to'planishsa, aytaylik senga bitta yordam kerak bo'lib qoldi, butun ummat to'planib keldi senga yordam beraman deb. Va lekin Alloh taolo ashi yozib qo'yganchalik yordamni, kitobat qilib qo'yganchalik, taqdiringa yozilganchalik yordamnigina ular keltira oladi. Agar yozilmagan bo'lsa, ular hech qaysisi bir zarra qadar ham, bir gram ham senga yordam yoki foyda keltira olmaydi, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hammasi to'planib kelsa ham senga hech qanaqa ular foyda berisha olmaydi. Va in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allohu alayk. Va agarda ular hammasi to'planib turib senga biror bir zarar bermoqchi bo'lsalar, ular hech qanaqa zarar yetkaza olmaydilar, magar Alloh taolo kitobat qilgan zararnigina bera oladilar. Ya'ni shuni bilish kerakki, inson agarda menga yaxshilik yozilgan bo'lsa, bo'ldi, u keladi menga so'zsiz. Agar yomonlik menga taqdir qilingan bo'lsa, u ham so'zsiz keladi. Ya'ni inson xotirjam bo'lishi kerak, deyapti.
Ya'ni Alloh taolo hamma narsaga qodir degan narsani bilish kerak deyapti hadis mazmuni. Shunda insonning aqidasi tuzaladi. Inson hamisha shunda Allohgagina suyanib qoladi. Gapini davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rufi'atil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilib bo'ldi, ya'ni taqdir yozilib bo'lgan va sahifalar qurib bo'lgan. Ya'ni g'am qilmagin, qayg'urmagin, Allohgagina suyan, Allohdangina qo'rq, Allohdangina so'ra. Ya'ni Alloh hamma narsaga qodirdir deyapti. Va yana kimda kim Alloh taoloni hamma narsaga qodir deb biladigan bo'lsa, uni qalbida rizo paydo bo'ladi, ya'ni rozi bo'lib qoladi. O'zini Robbisidan doimo rozi bo'lib qoladi. Kimda kim Alloh taolo hamma narsaga qodir deganga ko'proq ishonadigan bo'lsa, uni sabri ko'proq bo'ladi qalbidagi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bandalariga eng katta bergan narsasi yaxshiligi bu sabrdir. Buni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va'da qilgan. "Va la sawfa yu'tika robbuka fatas'ad" demadi-da. Va tahqiq, ya'ni tez kunda sizga Robbingiz beradi va xursand bo'lib qolasiz demadi. Ya'ni xursandchilikni va'da qilmadi Alloh taolo, balki nimadi? Fatardo, bas siz rozi bo'lasiz zudlik bilan dedi. Ya'ni Alloh taolo bu muvaffaqiyatga kim yetmoqchi bo'lsa, kimgaki Alloh taolo yaxshilikni xohlaydigan bo'lsa, uni rozi qilib qo'ygan bo'ladi. Allohni nimaiki u bandasini ustida kitobat qilsa, taqdir qilgan bo'lsa, unga u banda rozi bo'lib qoladigan bo'ladi. Ya'ni kimda kim Alloh taoloni hamma narsaga qodir deb biladigan bo'lsa, uni qalbida Robbisi uchun rozilik paydo bo'lib qolar ekan. Allohdan u hamisha rozi bo'ladi va buning oqibatida Alloh ham undan rozi bo'ladi. Man mala'a qalbahu min ar-ridha bil qadari mala'a Allohu sadrahu ghinan wa amnan wa qana'atan. Ibn Qayyim aytadiki, rahimahulloh, kimda kim o'zini qalbini Allohga bo'lgan rozilik bilan to'ldiradigan bo'lsa, Allohning nimaiki kitobat qilganiga rozi bo'ladigan bo'lsa, unga Alloh javoban uni qalbini Alloh taolo boylik bilan va tinchlik bilan va qanoat bilan to'ldirib qo'yadi. Uni qalbi boy qalb bo'lib qoladi. Ya'ni boy qalb qana bo'ladi? U o'zidan boshqa boy insonni ko'rmay qoladi bu dunyoda. Ya'ni eng boy odam menman deb his qiladi odam. Buni izzatun nafs deydi. Hammani oldiga borib turib o'zini kamsitvermaydi-da. O'zini boy ekanligini, u boylik qanday boylik edi? Allohni tanishlik bo'lgan boylik edi. O'zini boyligini his qilib yuradi banda. Doimo o'zini boy deb biladi. Bu qalb boyligida. Va yana doimo tinchlikda yuradi, omonda yuradi odam. Ya'ni hech narsadan qo'rqmaydi odam. Va yana qanoatlanadi. Allohni berganiga qanoat qiladi va sabr qilib rozi bo'lib yuradi. Va farraha qalbahu li muhabbatihi wal inabati ilayhi wat tawakkul alayhi. Va uni qalbini o'zini muhabbati bilan, o'ziga qaytishlik bilan va o'ziga tavakkul bilan to'ldirib qo'yadi. U insonning qalbi tavakkulga to'la. Nechganda uni qalbi aqidasi kuchayib ketadi odamda. Allohga bo'lgan ishonchi kuchayib ketadi. Allohga suyanadi, doimo Allohga qaytadi. Nimaga ish qo'ymasin, Allohga qaytib turib, nimaga ish qilmoqchi bo'lsa, Qur'on va sunnatga qaraydi-da, to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Shuna bo'lib qoladi. Va Allohga u muhabbat oshib ketib qoladi. Birinchi o'ringa qo'yib oladi Alloh taoloni. Ya'ni nima ish qilmoqchi bo'lsa ham, bunga Alloh nima derdi? Alloh bundan rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shuna bo'lib qoladi. Buni qalbi Allohning muhabbati bilan to'lib qoladi va doimo Allohga tavakkul qiladigan qoladi u. Hech narsadan qo'rqmaydi, cho'chimaydi, faqatgina Allohga tavakkul qiladigan qalbga to'ldirib qo'yadi uning qalbini. Wa man fatahu hazzahu min ar-ridha imtala'a qalbuhu bi ziddi zalik. Kimda kim qalbi rozichilikdan o'ziga narsaga yetib qoladigan bo'lsa, mana shuni ziddiyati bo'laveradi. Ya'ni mana shuni ziddiyati Alloh taologa rozi bo'lmaslik, shariatga rozi bo'lmaslik, mana shuni teskarisi bo'lib qoladi. Qalbi doimo qo'rqoq, tarqoq, hamma yoq qalbi har qayerda yuradi, qo'rqib yashaydi. Och qolib ketib qolmaymanmi, kambag'al bo'lib ketib qolmaymanmi, maxluqlarning muhabbati so'lib ketgan qalbiga. Allohda sog'inish tugul, Allohga qaytishlik tugul, bandalar nimadirkina, endi nima degan gap bo'larkina deb turib, u inson qo'rquvda yashaydi, doimo g'amgin va qayg'uda va tor hayotda yashaydigan qoladi buni ziddiyati. Mana bu Alloh taoloning hamma narsaga qodir degan e'tiqodni samaralaridan shuki, asarlaridan, ta'sirlaridan shuki, insonning qalbi doimo qalb kasalliklaridan omonda bo'ladi. Qalb kasalligi bu g'allag'ashlik, ko'rinmaslik, baxillik qilishlik, musulmonlarga adovat qilishlik, sunnat yo'lidagilarni ko'rinmaslik, mana bu qalb kasalligi bo'ladi. Ozon eshitsa yuragi siqiladi, Qur'on o'qilsa yuragi torayib ketadi. Namozxonlarni ko'rsa g'ash keladi, soqollilarni ko'rsa, hijoblarni ko'rsa g'ash keladi. Kimda kim Alloh taolo hamma narsaga qodir deb turib iymoni kuchayadigan bo'lsa, ishonadigan bo'lsa, mana shunday qalb kasalliklaridan u odam xoli bo'ladi. Shuning uchun ham qalb kasalligiga uchraganlarning ishi og'irroq bo'ladi. Ularni tuzalishi ham qiyinroq bo'ladi. Alloh taolo barchamizga ofiyat bersin. Hada vallohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.